Assalomu alaykum azizlar. Biz navbatdagi operatsiyani yakunladik. Operatsiyamiz o'sha qon uchiradigan kasallik, qizg'ongach kardial qismi spazmi, ya'ni axalaziya, xalq tilida qil tomoq deyiladi. Bemorimizni 2 yildan beri bu narsa bezovta qiladi. Bemorimiz juda ko'p joylarga murojaat qilganlar va bemorimizga jussasi kichkina bo'lganligi sababli laparotomiya, ya'ni qorinni kesish amaliyoti tavsiya qilishgan. Va bemorimizni biz tekshirdik, operatsiyaga tayyorladik va bemorimizga laparoskopik usulda aynan shu kardial spazmni bartaraf qilish operatsiyasi, ya'ni geller bo'yicha kardiomiyotomiya amaliyotini bajardik. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli amalga oshdi. Qiyinchiliklar bo'ldi, chunki bemorimizda juda kichkina qorin, ancha qiyinchilik bilan, lekin operatsiyamizni laparoskopik usul, ya'ni kichik teshiklar bilan operatsiyamizni yakunladik. Xo'p, hozir sizlarga yakuniy ko'rinishni ko'rsatamiz, marhamat ko'rishinglar mumkin. Aynan mana shu sohada, ko'rsatilgan sohada kardiomiyotomiya hamda fundoplikatsiya amaliyoti bajarildi. Xudo xohlasa bemorimiz operatsiyadan keyin bemalol ovqatlanishlari mumkin. Hech qanaqa suv yoki bo'lmasa ovqat qilmasdan o'tishni boshlaydi. Sizlarda shunaqa muammolar bo'lsa murojaat qilinglar, albatta yordam beramiz.